o'quvchilari orasida ayrim achinarli holatlarni ko'rib, siz bilan suhbatlashib, fikringizni bilgan ekan. Ayrim o'quvchilar dars qilgisi kelmay dangasa bo'lib qolishgan. Men ot ustida turib davlat boshqarganman. She'rlar yozdim, bog'lar yaratdim. Sen bo'lsang bitta kitobni ochishga erinib, partalarning ustida zavol ko'ryapsan. Bobojon, bilasizmi, juda ko'p yoshlar kutubxonaga borishni ham unutib qo'yishgan. Men Samarqandni olish uchun qancha yo'l yurdim. Sen bo'lsa 2 qadam naridagi kutubxonaga borishga erinyapsanmi? Maktab formasiga rioya qilmasdan allambalo kalta shimlar kiyib keladigan o'quvchilargachi nima degan bo'lar edingiz? Men Hindistonda jazirama issiqda oyog'imda maxsus kovush bilan egnimdagi choponimni yechmay yurganman. Sizchi, shimingizning yarmini qayerda qoldirdingiz? Kalta shim kiyish erkakka xos emas. Xudo yetmay qoldimi? Ayting, Hindistondan bir tub mato yuboray. Uxlab qoldim deb turli bahonalar qilib darsga kechikib keluvchilargachi ularga nima deysiz? Biz Andijondan Qobulgacha, Qobuldan Hindistongacha kerak bo'lsa piyoda borganmiz. Biz 500 metrga ham taksi chaqirib kechikib kelyapsizmi? Yoshlar. Oramizda shunday o'quvchilar borki, hamma emas albatta. Ustozning bergan bilimiga beparvo bo'lib, hatto bitta insho ham yozisha olmaydi. Yozgan Boburnoma 500 yildan beri qo'lma-qo'l o'tib o'qib kelinmoqda. Menga Boburnoma yozishni hech kim o'rgatmagan. Senchi, hatto ustoz o'rgatgan inshoni ham yoza olmayapsan. Bobojon, bilasizmi, shunday yoshlarimiz borki, vaqtlarini darsga emas, balki telefonga sarflashgan. Bu ne holat? Ko'zlaring xira, qadding bukik, butun olamni unutib, o'sha sehrli matohga berilib ketibsan-ku. Lekin aql idrokingni o'sha mitti qutichaga asir qilib topshiribsan. Men bo'lsa Boburnamamni tugatish uchun tunlari sham yorug'ligida ko'z nurimni sarflaganman. Shunday o'quvchilar borki, yangi partalarga ismlarini va turli xil bo'lmag'ur narsalarni yozib ketishadi. Ey aziz avlodim, men vatan sog'inchida bo'lganimda har bir daraxtni, har bir g'ishtni ko'zimga surtib to'tiyo qilar edim. Ijodkorligingizni partaga yozib emas, she'rlar yozib, g'azallar yozib ko'rsating. Yana bir achinarli holat. O'quvchilar ustozlarga salom bermay qo'yishgan. Bu qanday bema'nilik? Men shoh bo'lsam ham ustozim kelayotganida taxtdan tushib, ta'zim ila salom berganman. Ustozga salom berish sizlarga malol kelmoqdami? Maktab tinchini buzib janjal chiqarayotgan o'quvchilarga nima degan bo'lardingiz? Maktab urushxona emas, bilim maskani. Zo'r bo'lsang kitob o'qigin, ikkilarni mag'lub qilgin. Zahriddin Muhammad Bobur bilan bo'lgan suhbatdan o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olasiz degan umiddaman.